4-ga kirsin demasa kerak. Mabodo onalarga ham ruxsat berilganda onalar farzandini yo'lga olib kirib, qabrga olib kirib, qaytib o'zi ham chiqmay qo'yishligi mumkin. Onalarda shunaqa qudrat bor. Bizning maqsadimiz bitta edi. Onalarni mehrini, qudratini yana bir bora esingizga solib qo'yishligidir. Asosiy maqsadimiz shuki, onalarning bunday qudratli mehri, bunday kuchli mehri kimga berilgan? Og'risa, dunyolarni ko'zimizga qorong'i qilib yuboradigan farzandlarga berilgan. Biz bu qilayotgan harakatlarimiz kim uchun edi? Mana shunday farzand uchun edi. Bizni qilayotgan mana bu mehnatlarimiz, mana bu qurayotgan oshxonalarimiz, mana bu o'qitayotganlarimiz kim uchun edi? O'zimizning farzandimiz uchun edi. O'zimizning kelajagimiz uchun edi. Ey hazrati insonlar, oshxona kim uchun? Oshxona farzand uchun. Oshxona kim uchun? Oshxona kelajak uchun. Oshxona kim uchun? Alloh umr bersa, keksalikdagi rohat uchun. Oshxona kim uchun? Qachonlardir to'g'ri yoz, to'g'ri o'qi degan maktabimiz uchun. Oshxona kim uchun? Mana shu mahalla uchun, qishloq uchun, shahar uchun, mana shu davlat uchun. Oshxona kim uchun? O'zimiz uchun. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'ling.